Bu planimizni yopsak ham bo'ladi. Endi mebelni spetsifikatsiyasini ochib qo'ygan edik. Shuni ustida biroz ishlaymiz. Spetsifikatsiya mebelga kiramiz. Bu yoqda izobrajeniyani ham qo'shib qo'yamiz. Xo'sh, quyidagi ko'rinishdan endi spetsifikatsiyalarimizni biroz tartibga olib kelib olamiz. Marka bo'ladi. Kommentariy tipi razmeri bo'yicha filtrlaymiz va birinchi spetsifikatsiyamizni standartni qilamiz. Spetsifikatsiya standartni mebeli deb otini o'zgartiraman. Mana spetsifikatsiya standartni mebeli bo'ldi bu. Shablonimizni berib qo'yamiz. Описаниесі hozircha bo'sh va изменить kiramiz. Sortirovka markirovать по комментарий к tipi razmeri qilamiz. O'shanda menda zakoznoylarni boshiga, keyingilariga standartni qiladi. Bitta mebelimda kommentariy yo'q ekan, bu spinkada, spinka ham zakaznoy bo'ladi. Okey. Hamma razmerlarim ko'rinyapti. Agar sizlarda bu yerdagi razmerlardan qaysidir ko'rinmasa, bu degani o'sha mebel ichiga kirib, parametr boshqatdan berib qo'yish kerak degani, ya'ni o'qilmay qoldi degani. Menda hamma narsa o'zim kompyuterimda bo'lgani uchun hozir muammosiz bu yerda chiqyapti. Tipdagi nomlarni описаниеga ko'chirib chiqish kerak bo'ladi. Demak, yana plitочный variantga o'tib olamiz. Vid, plitki va birin-ketin markirovka berishni boshlaymiz. Spetsifikatsiyamizda sortirovkani ikkinchi o'rniga markirovka tipi razmerini berib qo'yamiz. Okey. Va birinchi zakaznoyga ketgan bo'lsa, zakaznoydan boshlaymiz. Prixoshkadan boshlab marka beradigan bo'lsak, tak, markirovka tipi razmeri deylik M1, M harfini qo'ygan ekanmiz markamizga, bo'lmasa bir rozini qilib qo'yamiz mana. Birinchi mebel va shunaqasi davom ettirib ketaveramiz. Prachka mebel 2, bunisi 3, общий sanuzeldagi mebellarimiz markasi 4. Tak, tun ostidagi rakvinaniki 5. Tak. Hozir standart mebelga tegmayapman, e'tibor bergan bo'lsanglar, faqat zakaznoylarnikini o'zgartiramiz. Oshxonaniki 6. Xo'sh, bu yerda ham vid plani, fragment plana namyoni biroz ko'tarib olamiz tepadagi antresolni ko'rsatish uchun. Изменить. Antresol ham ko'rindi. Buni markasini ham bunaqa qilib berib qo'ysak bo'ladi. Bu bizda demak 11-si bo'ladi. Va fragment planani o'zini skript при просмотре qilib berkitib qo'yamiz. o'n ikki. Xo'sh. Bu yerda polkamiz bor 13. Tumbamiz 14. Hop, undan keyin master spalniga kiramiz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 va 23 ta mebel bo'ldi bu yoqda. Tak, гостевой spalniga kiramiz. 24, 25, tak, va oxirgisi menimcha 26 bo'lsa kerak.
Mana ham qismimizda ham esinglarda bo'lsa, nima bor edi? Shkafchik bor edi unitazi tepasida. Bu yerga ham fragment planani qo'yib qo'yamiz. Shu yerda bir narsani ko'rsatib keta qolay. Bu yerda oldingi planda esinglarda bo'lsa qo'ygan edik. Shuning uchun har safar boshidan tizmaslik uchun mebel planiga o'tib, shu yerda o'zida fragment planani ushlab turib kopировать qilamiz. Lampochkani o'chiraman va bu yerga kelib turib, изменить qilib, ставить по текущему виду qilaman. Mana, menda mebel o'shanda ko'rindi. Bu bizada 27 bo'ladi. Tak, menimcha hamma zaказной mebellarni markasini qo'yib oldim. Endi buni sahnaga chiqib turib, buni spesifikatsiyasini ajratib olamiz. Qanaqa qilib? Ведомостьda standartniy mebelni spesifikatsiyasini kopировать qilamiz. Mana kopiyasi ochildi. Buni spesifikatsiya individualniy mebel deymiz. Kopiya so'zini olib tashlaymiz. Изменить kirib, filtrda комментарий к типа размеру равно заказная tanlab qo'yamiz. Formatирование комментарий к типа размерuni berkitib qo'yamiz. Так, tip ham. Tip hozircha yo'q o'tiradi, chunki описаниyalarni hali ko'chirish kerak. Изображение kerak emas bu yerda, chunki odatda korpusni mebellar chizmalari yoki alohida beriladi yoki razvertkadan va bundan oldingi safar bergan planimizda mebel gabaritlarini bergan razmerimiz orqali o'qib olish mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu yerda изображение o'chirib qo'ysak bo'ladi. Skrit qilib qo'yamiz, удалить qilmaymiz va quyidagi ko'rinish keladi. Qachon biza описаниясini ko'chirib to'ldirib olgandan keyin tipni ham berkitib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda menda spinka kровати qolib ketibdi, ikkita. Buni shu yerda o'zidan markasini berib qo'yamiz. 28 va 29. Planimizda markaga e'tibor berib qo'yamiz spinkalariga. Mana menda spinkali 28 va 29. Agar bittada markalar tushmasa, ya'ni obyektga bir kishi birlasha olmay qolsa, tab bilan birlashtirib olsa bo'ladi. Tab bossanglar yonadi o'zi. M29. Sahnaga chiqamiz. Buni ham hozircha yopamiz. Bu varroqga demak, zaказной mebel spesifikatsiyasini ham tashlab qo'ysak bo'ladi. Bunaqasiga tashlab olib, высота, глубина va длина. Bularni ham quyidagicha redaksiyasi qolsa bo'ladi. mm qo'yamiz, ya'ni millimetrda, глубина mm va длина mm. Masalan, bu yerdan tipni nomini kopiya qilib, bu yerga vставить qo'yamiz. Faqat farqi shu boshidagi bir soni ko'rinmasligi kerak. Bu yerda ham kopiya qilib qo'yib ketaveramiz. Shunaqa qilib qolgan описаниyalarni ham o'zingizlar kopiya qilib bu yoqga to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, описаниyalarni men o'zim ko'chirib chiqdim. Bu yerda marka kolonkasini ham biroz kichraytirib yuborsak ham bo'lar ekan. Va buni quyidagicha joylashtiramiz. Ana endi hamma описанияni ko'chirib olganda tipni ham berkitib qo'ysa bo'ladi. Tip berkitamiz. Haliyada chisloni ham qo'shamiz, ya'ni umumiy mebel sonini hisoblash uchun. Formatирование, числоda вычислять итоги, filtr. Так, filtrimiz joyida, группирование, общий итог, только итого. Для каждого ekzemplarini o'chirib qo'ysak bo'ladi. Qancha turursin для каждого ekzemplyara bizda bir xil mebellar ham bor. Chisloniga misol uchun количество deb yozib qo'ysak ham bo'ladi.
Количестводayam количество, virgul yo'q. Сохранить. Demak, zakaznoy mebelimizning spesifikatsiyasi tayyor. Bundan keyin bizda hali qo'shimcha varroqlar bo'ladi, lekin shu turishda biz endi standart mebel spesifikatsiyasini ham qo'shishimiz kerak. Yangi list ochamiz. Новый list. A3 albom. Varroq raqami 13.1 bo'ladi. Так, spesifikatsiya. Spesifikatsiya standartniy mebeli. Так, buni joy turibdi. Bu yoqda endi ведомости spesifikatsiya standartniy mebeli nomini kopiya qilamiz. Nimaga nomini kopiya qilamiz? Chunki biz buni hozir zaказной mebelnikidan kopiya qilib turib kopировать. Otini переименовать qilamiz, chunki buni настройка qilib bo'ldik zaказнойникini. Standartniy mebel qilamiz edi. Измениться kirib, изображение bu yerdan yoqib qo'yamiz. Изображение yoqildi. Kolonkalar spiskasida oxirgi tushirib qo'yamiz. Bu yoqda o'ngga surilib olish uchun mana va изменить kirib sortirovka filtrda endi kommentar tipi размеру равно стандартный qilamiz. O'shanda bizda mana faqat standart mebellar chiqadi. Mana bu yoqda endi sortirovkada для каждого ekzemplyarni o'chirsak bo'ladi, чтобы bir xil mebellarni, masalan, oshxonadagi stullarni bitta qatorga jamlab olishi uchun. Так. Yoqdik. Formatирование, число, вычислять итоги. Sortirovkada endi kommentariyovka tipi размеру bilan emas, balki tip bo'yicha turishi kerak. Marka tipi размерini ham qo'yib turamiz. Okey. Mana, misol uchun 2 4 2 qaysidir mebellar qaytarilgani sababli shunaqa ko'rsatyapti. Bu varroqni yopib turamiz. Vid, plitka. Va bu yerdan ham birin-ketin boshidagi xonadan boshlab markalab ketamiz. Misol uchun bu standart mebel bo'lganiga bizda individualniy nechida to'xtagan edi? Individualniy 29 da to'xtagan ekan. 30 va ketdi yog'iga sekin markalab ketilaveradi. 31 stullarimiz 32, divan 33, pufik kattasi 34, kichigi 35, keyin bu spalniyaga o'tamiz. Pufikimiz 36, prikrovatniy tumba master spalniyalik 37, kravatamiz 38. Так, bu pufikimiz demak bizda 39. Keyingi xonamiz master spalniya oldida gostivoy spalniya 40, 41, 42, 43 va 44 bo'ladi menimcha ham bilan birga. Shunda mana bu yoqda hamma mebellarimiz bo'ldi, tayyor. Bu yerda endi sortirovka o'tib, tip bo'yicha emas, balki markirovka по типу размеру yoqib qo'ysam bo'ladi, ketma-ketligi to'g'ri turishi uchun. Individualniy mebelni ham sortirovkasini tekshirib qo'yaman. Измениться kirib, sortirovka, markirovka tipi размеру bo'yicha. Ikkinchisi shart emas, уже o'tdi. Okey. Bu yoqda ham описаниесini qo'shib olish uchun vaqtinchalik formatирование o'tib, tipni yoqib turaman. Tipda mana nomlar turibdi. Bu nomlarni ham bu yoqqa kopiya qilib chiqamiz. Otini описание o'zgartirib olsam deyapti, deyapman. Описаниyalarni men o'zim to'ldirib oldim. Измениться kirib, endi formatирование tipni berkitib qo'yamiz.
Spesifikatsiyamizni izobrajeniyalari qoldi. Izobrajeniylarni papkani ichiga solib qo'yganman. O'sha yerdan olib qo'ysak bo'ladi. Demak, Trimo прихожейga misol uchun mana bu oq bosamiz to'rtburchakka, добавить qilamiz. Info papkasida izobражение mebelda mana xuddi shu tartibda qog'oz uchida xonalar nomi bilan yozib qo'yganman. Trimo прихожей qo'yildi va shu ketma-ketlikda qaysi xonada nima mebel bo'ladigan bo'lsa, misol uchun pufik прихожей bo'lsa, добавить pufik прихожей. Shunaqa qilib izobrajeniylarni qo'shib chiqasizlar. Hamma rasmlarni загрузка qildim. Spesifikatsiyani yopsam ham bo'ladi. Так, parolada семейство, так, semeyство emas, listy, markirovka mebeli varog'imiz edi bu. Bundan oldin расстановка mebeli, spesifikatsiya standartniy mebelini botga tashlamoqchi edik. Ведомостьni ochamiz va spesifikatsiya standartniy mebelini bu yoqqa tashlaymiz. Hamma rasmlarimiz bor bizda, количество bor, изображение bor, описание, marka. Endi rasmlar kattaroq bo'lgani желательно, yaxshiroq rasmlar kattaroq bo'lgani. Shu sababdan tak, количество so'zini ham qisqartirib yuboramiz sal. Чтобы kolonkasini bundan ham ingichkaroq borish uchun va mana bu kolonkadan tortib rasmni kattalashtiramiz. Endi varroqligiga qarab maksimal rasmni katta qilsanglar bo'ladi. Spesifikatsiya sig'masa bitta varroqga bunaqa chaqmog'i bor. Mana разделение spesifikatsiya. Shuni bossa 2 ga bo'linadi, yana sig'masa yana bossa bo'ladi. Va u yog'iga уже komponovka qilib men endi bitta varroqga sig'dirishga harakat qilaman, чтобы varroqlarimiz soni ko'payib ketmasin. Hozir bitta varroqga buni sig'dirib yuboramiz. Обязательно ramka qog'ozni ichida bo'lishi kerak. Mana bu spesifikatsiya ramkasi o'zi PDF qotganda surilib qolishi mumkin. Mana bunaqa regulovka qilib standartniy mebelni spesifikatsiyasi bu. Bu mebel razmerlari. Bu markirovka. Tak, mana buni 13:1 emas, 14:1 qilib qo'ysak bo'lar ekan. Markirovkadan keyin ketgani yaxshi baribir. O'shanda bizda mebel razmerlari, mebel markirovkasi va standart mebel spesifikatsiyasi ketyapti. Sahnaga chiqib qo'yamiz.